Videoni boshidan bizani kuzatib turgan har bitta obunachimizga aynan shunaqa kvartiralar nasib qilsin deganlar videoga bitta like bosib qo'yamiz. Hozir biz Chilonzor 19-kvartalga kelganmiz. Chilonzorda bilasizlar, yashash uchun ham, ijarachi qo'yib foydalanish uchun ham ikki xonali kvartira zo'r variant hisoblanadi. 4 qavatli domni birinchi qavatida umumiy maydoni 52 kvadratdan tashkil topgan, mana shunaqa tayyor remont holatidagi va barcha mebel texnikalari bilan qo'shib sotilayotgan kvartiramizni obzorga kelganmiz. Bir boshdan ko'rsatib chiqaman, narxlarni oxirida tanishtirib chiqaman. Bilasizlar, kiruverish eshiklar, planirovka tanish, bu yoq taraf hojatxona bo'ladi. Bu yoq tarafimizda uyimizning umumiy yuvinish xonasi, mana shu ko'rib turgan kir mashinalar qoladi. Bu yoqqa kirganimizda mana shunaqa zalni ko'rishimiz mumkin. Bo'tga ijarachi nech pulga qo'yaman deganlar uchun $500 dan bemalol qo'ysa bo'ladi. Yesichi o'zimizni qo'yib beramiz, uyga xarid qilganinglardan keyin. Yana bir narsa, bu uyimizni faqatgina naqd pulga xarid qilishinglar mumkin. Ipoteka bo'lmaydi, kelasizlar, naqdga gaplashasizlar, tepasida kelishtirib beraveramiz. Bu yoq taraf uyimizni spalnisi do'stlar. Endi esa bu yoq tarafga o'tamiz. Bilasizlar, mana bitta eshik bo'lardi. Eshikdan mana bunaqa oshxonani joyi. Oshxonani joyini shunday bo'shatishganda 1,5 ga 6 balkoni bo'ladi, bilasizlar. Balkonga ko'chirishgan oshxonani. Endi uy egalari bo'lsanglar, xohlasanglar yana shu yerda oshxona qilinglar, xohlasanglar mana polnisi sel oshxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, uyimizni endi narxiga keldik. Eng qiziq joyi $68,900 kelsanglar tepasida yana gaplashamiz.